Assalomu alaykum hurmatli nafaqashorlar va kanalimizning aziz tomoshabinlari. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot sizning may oyidagi pensiya to'lovingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar ushbu videoni oxirigacha ko'rmasdan turib, siz o'zingizni juda muhim ma'lumotlardan mahrum qilasiz. Bu har bir nafaqashor uchun o'ta muhim, chunki hech kim pensiya to'lovida uzilish bo'lishini xohlamaydi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Shunda bu muhim xabar ko'proq odamlarga yetib boradi. So'sh muammo nimada va nima uchun bugungi suhbatimiz shunchalik muhim? Ilgari pensiya tizimi nisbatan sodda edi. Pensiya tayinlanib shoddi u har oy muntazam ravishda to'lab borildi va nafaqashorlar odatda hech qanday qo'shimcha harakatlar qilishlari shart emas edi agar jiddiy o'zgarishlar yuz bermasa. Biroq so'nggi yillarda mamlakatimizda pensiya jamg'armasi va ijtimoiy himoya tizimi sezilarli darajada modernizatsiya qilindi. Raqamlashtirish jarayonlari, yangi qonun hujjatlari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning maqsadli dasturlari va eng muhimi ma'lumotlarni tekshirish jarayonlarining kuchayishi kuzatilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi tizimning samaradorligini oshirish, firibgarlikning oldini olish, byudjet mablag'larini adolatli va maqsadli taqsimlash hamda har bir nafaqashorning haq-huquqlarini to'liq ta'minlashdir. Bu jarayonlar natijasida endilikda ba'zi nafaqashorlar may oyidagi pensiya to'lovlarini muammosiz olishlari uchun aprel oyining oxirigacha bajarishlari shart bo'lgan bir qator muhim vazifalar paydo bo'ldi. Shuni unutmaslik kerakki, hozirgi kunda bilmaslik sizni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan qutqarmaydi. Aynan shu sababli bugun biz ushbu muhim 5 narsani batafsil ko'rib chiqamiz. Ular pensiya to'lovlaringizda kechikish yoki hatto to'xtashga olib kelmasligi uchun nimalarni bilishingiz kerakligini tushuntiramiz. Endi esa ushbu 5 ta muhim vazifani batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar ushbu masalalardan savotirlanishi kerak, kimlar esa sotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntiramiz. Har bir holat uchun aniq misollar, raqamlar va real hayotiy vaziyatlarni keltirib o'tamiz. Shunda sizga hamma narsa tushunarli bo'ladi. Birinchi muhim vazifa bandlik holatini qayta tasdiqlash. Bu ayniqsa ishlayotgan nafaqashorlar uchun dolzarb. Siz nafaqaga chiqqan bo'lishingizga qaramay, ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki yaqinda ishdan bo'shagan bo'lishingiz ham ehtimoldan xoli emas. Pensiya qonunchiligimizda shunday qoida borki, ishlayotgan nafaqashorlarga ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar qo'llanmasligi mumkin. Aksincha, agar siz ishdan bo'shagan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblash va unga ma'lum bir miqdorda qo'shimcha to'lovlar qo'shish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu holatda pensiya jamg'armasi sizning bandlik statusingizni har yili tasdiqlashingizni talab qiladi. Nima uchun? Chunki davlat pensiya to'lovlarini adolatli taqsimlashni so'laydi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, demak daromadga egasiz va ba'zi qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar sizga emas, balki daromadsiz ishlamayotgan nafaqatchilarga yo'naltirilishi adolatli bo'ladi. Misol keltiraylik, o'qituvchi Mallikakson 60 yoshda nafaqaga chiqqaniga 3 yil bo'ldi, lekin u hamon maktabda ishlayapti. Uning pensiyasiga har oyda 200 so'm miqdorida maxsus qo'shimcha to'lov berilar edi. Bu to'lov faqat ishlamayotgan nafaqashorlarga tegishli edi. Odatda bu kabi qo'shimcha to'lovlar nafaqashor ish faoliyatini to'xtatgan taqdirdagina berilardi. Lekin Mallikakson o'z bandlik statusini tasdiqlamaganligi sababli bu haqda pensiya jamg'armasi to'liq ma'lumotga ega emas edi. Endi agar Mallikakson aprel oxirigacha pensiya jamg'armasiga borib o'z bandlik statusini, ya'ni ishlayotganini tasdiqlamasa, may oyidagi pensiyasidan ushbu 200 so'mlik qo'shimcha to'lov olinib tashlanishi mumkin. Yoki agar u aslida ishdan ketgan bo'lsa-yu, lekin buni rasmiylashtirmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi uning pensiyasini qayta hisoblab, bu qo'shimcha pulni qo'shish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bu degani u har oyda o'zi haqli bo'lgan mablag'ni olmayapti. Xulosa shuki, kim savotirlanishi kerak. İşlayotgan pensionerlar, ayniqsa yaqinda ishdan ketganlar yoki ish boshlaganlar, kim savotirlanishi shart emas. Faqat nafaqa olib ishlamayotganlar, chunki ularning bandlik statusi aniq va o'zgarmaydi. Ikkinchi muhim vazifa bank hisob ma'lumotlarini yoki to'lov kartasini yangilash. Bugungi kunda deyarli barcha pensiya to'lovlari bank kartalariga, ya'ni plastik kartalarga amalga oshiriladi. Bu juda qulay va zamonaviy usul, lekin u ham o'ziga eksos talablarga ega. Bank kartasining muddati tugashi
yangi turdagi masalan yanada himoyalangan va zamonaviy chip karta yoki kontaktsiz to'lov kartasiga o'tish zarurati, bank almashtirish yoki shaxsiy ma'lumotlaringizdagi fatop family sport ma'lumotlari o'zgarishlar pensiyaviy yasiya to'lovingizni kechiktirishi mumkin. Nima uchun? Chunki pul notogiri hisobga tushmasligi kerak. Bank tizimlari har doim eng so'nggi ma'lumotlar bilan ishlashi shart. Aks holda tizim sizning eskirgan ma'lumotlaringizni aniqlab, to'lovni avtomatik ravishda blokirovka qilishi mumkin. Bu firibgarlikning oldini olishga ham xizmat qiladi. Misol uchun Toshkentlik Ahmadjon aka Chabandu yoshda uning pensiya kartasi muddati o'tganini payqamadi. Bank unga yangi kartani tayyorlab qo'ygan edi, lekin Ahmadjon aka shaxsan borib uni olmadi. Pensiya jamg'armasi bankka Ahmadjon akaning pensiyasini o'tkazdi, lekin bank uning hisobiga pulni qo'ya olmadi, chunki kartasi yaroqsiz edi. Agar Ahmadjon aka aprel oksirigacha bankka borib yangi kartasini olmasa va pensiya jamg'armasiga o'z bank rekvizitlari yangilanganini ma'lum qilmasa, may oydagi pensiyasi bankda muzlatilib qoladi. Ya'ni uning avati 207 so'm miqdoridagi pensiyasi bank hisobida turadi, lekin u uni hech qanday usulda na bankomatdan na kassa orqali ololmaydi. Bu esa bir oy davomida jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Kim hisobotlanishi kerak? Kartasi muddati tugayotganlar, bank almashtirganlar, yangi to'lov tizimiga o'tishlari kerak bo'lganlar yoki shaxsiy ma'lumotlari o'zgarganlar kim hisobotlanishi shart emas. Kartasi yaroqli, ma'lumotlari o'zgarmagan va hech qanday bank bilan bog'liq muammosi bo'lmaganlar. Lekin shuni ham unutmang, kartaning yaroqlilik muddatini tekshirib turish hech qachon zarar qilmaydi. Uchinchi muhim vazifa hududiy imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar uchun yashash joyini tasdiqlash. Mamlakatimizda ba'zi nafaqalar va qo'shimcha to'lovlar nafaqashorning yashash joyi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa qishloq joylardagi yoki ma'lum bir geografik hududlardagi nafaqashorlar uchun maxsus kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lovlar mavjud. Bu imtiyozlar odatda hududiy rivojlanish dasturlari yoki ijtimoiy himoya siyosatining bir qismi sifatida amalga oshiriladi. Davlat bu pullarning aynan shu hududda yashovchi munosib ehtiyojga ega bo'lgan odamlarga yetib borishini ta'minlash uchun har yili yashash joyini tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Buning sababi aholi migratsiyasi, ya'ni odamlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi tufayli noto'g'ri to'lovlar amalga oshirilmasligi kerak. Agar siz boshqa hududga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, lekin hali eski yashash joyingiz bo'yicha imtiyoz olayotgan bo'lsangiz, bu ortiqcha to'lov hisoblanadi va kelajakda qaytarib olinishi mumkin. Misol uchun, Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida yashovchi Mahbuba va Artistit yoshda u yoshligidan shu qishloqda yashaydi va unga qishloq hududida yashovchi nafaqashorlar uchun mo'ljallangan 200,000 so'm miqdorida hududiy kompensatsiya to'lovi beriladi. Bu to'lov har yili yashash joyini mahalliy hokimiyat yoki fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlarida tasdiqlashni talab qiladi. Mahbuba opa bu haqda esidan chiqarib qo'ydi. Agar u aprel oyining oksirigacha o'z yashash joyini rasman tasdiqlamasa, may oyidagi pensiyasiga qo'shib beriladigan bu 31 so'mlik to'lovni yo'qotadi. Chunki pensiya jamg'armasi uning hozirda aynan o'sha hududda yashashiga oid tasdiqnomaga ega bo'lmaydi. Bu esa uning umumiy pensiya miqdoridan sezilarli darajada kamroq pul olishiga sabab bo'ladi. Kim savotirlanishi kerak? Hududiy imtiyoz yoki qo'shimcha to'lov oluvchilar, ayniqsa yaqinda propiskasi o'zgarganlar yoki boshqa joyga ko'chib o'tganlar. Kim savotirlanishi shart emas.
Faqat umumiy nafaqa oluvchilar ularning pensiyalari hududiy omillarga bog'liq bo'lmagan holda hisoblanadi. Shunga qaramay, agar siz hududiy imtiyozlar haqida bilmasangiz, o'zingizning hududingizda mavjud bo'lgan bunday imtiyozlar haqida pensiya jamg'armasidan so'rab bilishingizni tavsiya qilaman. 4-chi muhim vazifa yangi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari uchun hujjatlarni topshirish. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini, xususan nafaqaxo'rlarni mata maqsadida doimiy ravishda yangi dasturlar, subsidiyalar yoki bir martalik moddiy yordamlar e'lon qilinadi. Bu dasturlar ko'pincha cheklangan muddatlarda amalga oshiriladi va ularga faqat o'z vaqtida murojaat qilgan fuqarolar ega bo'lishlari mumkin. Bu kabi dasturlarning maqsadi aniq bir maqsadli guruhga yordam berish bo'lib, mablag'larning samarali ishlatilishini ta'minlash uchun muddatlar qo'yiladi. Bu dasturlar haqida ko'pincha ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi, ammo ba'zida nafaqaxo'rlar bu ma'lumotlarni o'tkazib yuborishlari mumkin. Misol uchun, yaqinda prezidentimiz farmoniga asosan ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun bir martalik moddiy yordam dasturi e'lon qilindi. Aytaylik, bu dasturga murojaat qilishning oksirgi muddati aprel oyining oksiri 30 aprel kuni etib belgilangan. 70 yoshli Gulnora aya bu dastur haqida faqat qo'shnisidan eshitdi, ammo tafsilotlarini bilmas edi. Agar u ertalabdan pensiya jamg'armasiga borib, bu haqda to'liq ma'lumot olmasdan o'z arizasini va kerakli hujjatlarini aprel oksirigacha topshirmasa, u ushbu bir martalik aytaylik 500 bin so'mlik moddiy yordamdan mahrum bo'ladi. Bu uning uchun juda muhim miqdor bo'lishi mumkin edi. Ayniqsa dori darmonlar yoki oziq ovqat xarid qilish uchun kim savotirlanishi kerak? Barcha nafaqaxo'rlar, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanadigan kam ta'minlangan oilalarda yashovchilar kim savotirlanishi shart emas. Aslida hech kim savotirlanishi shart emas. Chunki bu turdagi dasturlardan har kim foydalanishi mumkin agar unga belgilangan mezonlarga mos kelsa. Shuning uchun barcha nafaqaxo'rlarga muntazam ravishda ijtimoiy dasturlar haqida ma'lumot izlashni tavsiya qilaman. Bu borada mahalliy hokimliklar fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlari va pensiya jamg'armasi bo'limlarining e'lonlariga diqqat qaratish lozim. 5 va yakuniy muhim vazifa nogironlik statusini har yillik tasdiqlash yoki qaramoq ida bo'lgan shaxsga gamsho'rlik qilish nafaqasini yangilash. Nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun bu o'ta muhim vazifa. Nogironlik nafaqasi oluvchilarning ko'pchiligi, ayniqsa vaqtinchalik nogironlik guruhiga ega bo'lganlar, har yili tibbiy ko'rikdan o'tib, o'zlarining nogironlik statusini tasdiqlashlari shart. Bu jarayon tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TIMEK) tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, nogiron shaxsga qarayotgan va buning uchun maxsus nafaqa oladigan shaxslar ham o'z gamsho'rlik maqomini har yilgi asosda yangilashlari kerak. Nima uchun bunday talab bor? Chunki nogironlik darajasi vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Ba'zi hollarda yaxshilanish, ba'zi hollarda esa yomonlashish kuzatiladi. Shuningdek, gamsho'rlik qiluvchining holati ham o'zgarishi mumkin. Masalan, u ishga kirishi yoki boshqa sabablar bilan gamsho'rlik qilishni to'xtatishi mumkin. Bu planing qaddara tasada va kalatatli tani tatadali tatta taqsimlanishini va faqat haqiqiy ehtiyoji borlarga yetib borishini ta'minlaydi. Misol uchun, Samarqandlik Aziz Aqson Alming Pullimbi yoshda u o'zining singlisi va mahan guruh nogironi Dilbaraga qaraydi va buning uchun har oyda 200 funt so'm so'ga miqdorida maxsus nafaqa oladi. Dilbaraning nogironlik statusini tasdiqlash muddati har yili aprel oyining oksirida tugaydi. Agar Aziz Aqson aprel oksirigacha Dilbaraning nogironlik statusi TIMEKda qayta tasdiqlanmasa yoki Aziz Aqson o'zining gamsho'rlik maqomini pensiya jamg'armasida yangilamasa, may oyidagi 200 so'mlik to'lov avtomatik ravishda to'xtatiladi. Chunki tizimda Dilbar Aqsonimning nogironlik statusi tugagan deb hisoblanadi. Bu Aziz Aqsonning oilasiga jiddiy moliyaviy zarba bo'ladi. Chunki ular ushbu nafaqaga juda muhtoj edilar. Kim savotirlanishi kerak?
nogironlik nafaqasi oluvchilar, ayniqsa vaqtinchalik nogironlik guruhiga ega bo'lganlar va nogiron shaxsga g'amxo'rlik qiluvchilar. Kim sabotirlanishi shart emas, boshqa turdagi nafaqa oluvchilar, ya'ni yoshga doir yoki xizmat staji bo'yicha nafaqa oluvchilar. Agar sizga nogironlik statusini tasdiqlash uchun chaqirik kelgan bo'lsa, uni aslo e'tiborsiz qoldirmang. Endi esa ushbu jarayonlarda duch kelishi mumkin bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Istisnolar avtomatik yangilanishlar. Ba'zi holatlarda ayniqsa agar sizning ma'lumotlaringiz to'liq raqamli bazalarda mavjud bo'lsa va tizim barcha zaruriy ma'lumotlarni boshqa davlat organlaridan avtomatik ravishda tortib olgan bo'lsa, yangilanishlar avtomatik tarzda amalga oshirilishi mumkin. Masalan, ba'zi banklar kartaning muddati tugashidan oldin yangi kartani tayyorlab, mijozga SMS orqali xabar yuborishi va pensiya jamg'armasiga avtomatik ma'lumot berishi mumkin. Biroq bunga to'liq ishonmaslik kerak. Har doim o'zingiz tekshirib, jarayonning to'g'ri ketayotganiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Chunki harbiy tizimda xatoliklar bo'lishi mumkin. Tibbiy sabablar. Agar nafaqaxo'r sog'ligi sababli shaxsan murojaat qila olmasa, masalan, og'ir kasallik, yotoqda yotish, uchinchi shaxs, ya'ni qonuniy vakil yoki ishonchnoma asosida harakat qiluvchi shaxs hujjatlarni topshirishi mumkin. Bu holda siz notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnomaga ega bo'lishingiz kerak. Ishonchnomada aynan qaysi harakatlarni amalga oshirishga ruxsat berilgani aniq ko'rsatilishi shart. Favqulodda holatlar, tabiiy ofatlar, suv toshqini, zilzila yoki boshqa force majeure holatlarida hukumat tomonidan belgilangan muddatlar uzaytirilishi mumkin. Ammo bu kamdan kam holat bo'lib, odatda bu haqda rasmiy e'lonlar orqali xabar beriladi. Bunday e'lonlarsiz muddatlar o'zgarishini kutmaslik kerak. Tuzoqlar va noaniq jihatlar, internetdagi yolg'on ma'lumotlar, ijtimoiy tarmoqlarda yoki shubhali veb-saytlarda tarqaladigan har qanday ma'lumotga ishonmang. Har doim rasmiy manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining veb-saytidan, MyGov.uz portalidan yoki fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlaridan tekshiring. Yolg'on ma'lumotlar sizni chalg'itishi va qimmatli vaqtingizni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Vositachilar, ba'zan pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat organlari oldida turli vositachilar paydo bo'lib, sizga yordam berishni taklif qilishlari mumkin. Ularga ishonmang. Barcha davlat xizmatlari bepul amalga oshiriladi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport nusxasi, bank kartasi raqami, PIN kod begona shaxslarga bermang. Bu firibgarlikning oldini olish uchun juda muhim. Navbatlar aprel oyining oxirgi kunlariga yaqinlashganda pensiya jamg'armasi bo'limlarida yoki FX'larda navbatlar ko'payishi mumkin. Shuning uchun bu vazifalarni oxirgi daqiqaga qoldirmasdan imkon qadar tezroq hal qilishga harakat qiling. Bu sizning asabingizni asraydi va muddatni o'tkazib yuborish xavfini kamaytiradi. Hujjatlardagi satolar, arizalarni va boshqa hujjatlarni diqqat bilan to'ldiring. Imlo satolari, notoderi raqamlar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar arizangizning rad etilishiga yoki qo'rib chiqilishining kechikishiga olib kelishi mumkin. Har doim yozganlaringizni 2 marta tekshiring. Pensionerning vafot etishi bu og'ir vaziyat. Ammo uni ham esdan chiqarmaslik kerak. Agar nafaqaxo'r vafot etgan bo'lsa, uning oilasi pensiya jamg'armasini darhol xabardor qilishi shart. Agar bu amalga oshirilmasa va pensiya vafot etgan shaxsning hisobiga o'tkazilsa, Bapay Prikutda o'ziganismenen institutizin keyinchalik ortiqcha to'langan pullar qonuniy ravishda qaytarib olinishi mumkin. Bu esa oilaga qo'shimcha muammolar tug'diradi. Elektronik xizmatlar. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari MyGov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa va buning uddasidan kelsangiz, bu imkoniyatdan foydalaning. Bu sizga vaqt va kuchingizni tejashga yordam beradi. Yaqinlaringizdan yoki yoshlardan yordam so'rashdan uyalmang. Telefon orqali maslahat. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki qandaydir noaniqliklar bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlarining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. U yerdagi mutaxassislar sizga to'liq va ishonchli ma'lumot berishga majbur. Ularning yordamidan foydalanishdan cho'chimang. Endi esa eng muhim
qismga o tamiz, amaliy maslahatlar. Yuqorida aytib o'tilgan vazifalarni bajarish uchun qanday aniq qadamlar qo'yishingiz kerak? Qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni to'plash kerak va nimani yozish kerak? Qadam asad nedi zachamun sadovchozu o'zingizning holatingizni aniqlang. Avvalambor yuqorida sanab o'tilgan fija punktdan qaysi biri sizga tegishli ekanligini aniqlab oling. Siz ishlayotgan nafaqa shormisiz? Kartangizning muddati tugayaptimi? Hududiy imtiyoz olasizmi? Yangi ijtimoiy dasturlar haqida bilmoqchimisiz yoki nogironlik statusini yangilashingiz kerakmi? Bu savollarga javob berish keyingi qadamlarni aniqlashga yordam beradi. Qadam 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Har bir holat uchun hujjatlar ro'yxati farqlanadi. Ammo umumiy va eng asosiy hujjatlar quyidagilardir. Pasportingiz asli va nusxasi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, jeshir yoki eski in, solik identifikatsiya raqami, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari yoki bank hisob raqami agar bank ma'lumotlarini yangilayotgan bo'lsangiz. Bandlik daftaridan ko'chirma ishlayotgan nafaqa shoirlar uchun tibbiy xulosalar va tmek qarori, nogironlik statusini tasdiqlash uchun ariza blankasi ko'pincha joyida beriladi. Ammo o'zingiz bilan olib borish uchun namunasini internetdan yuklab olishingiz mumkin. Murojaat qilishdan oldin tegishli tashkilotning ishonch telefoni orqali aniq hujjatlar ro'yxatini so'rab bilishingizni tavsiya qilaman. Qadam 3. Qayerga borish kerak? Har bir vazifa uchun o'ziga xusus tashkilotga murojaat qilish zarur. Bandlik holatini tasdiqlash uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga yoksud bandlikka ko'maklashish markaziga borishingiz kerak. Ba'zi hollarda bu ma'lumotlarni ish beruvchingiz ham taqdim etishi mumkin. Bank ma'lumotlarini yangilash uchun sizga xizmat ko'rsatuvchi bankning o'zingizga qulay bo'lgan filialiga murojaat qilishingiz kerak. Bank xodimlari sizga yangi karta beradi va agar kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga ma'lumotlarni yuborishga yordam beradi. Hududiy imtiyozlar uchun yashash joyini tasdiqlash, mahalliy hokimlikning tegishli bo'limiga, ya'ni fuqarolarni qabul qilish bo'limiga yoki fuqarolarga xizmat ko'rsatish markazlariga FXK murojaat qiling. Yangi ijtimoiy dasturlar uchun hujjat topshirishi ko'pincha bu masalada ham FXKlar yoki pensiya jamg'armasi bo'limlari mas'ul bo'ladi. E'lon qilingan dasturning aniq shartlarini bilib, qayerga murojaat qilish kerakligini aniqlab oling. Nogironlik statusini har yillik tasdiqlash. Avvalambor TMEKga murojaat qilib tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak. Keyin esa TMEK shulosasi bilan FXKga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Qaramog'ida bo'lgan shaxsga g'amxo'rlik qilish nafaqasini yangilash uchun ham FXK yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilish lozim. Qadam 4 murojaat qilish usullari. Murojaat qilishning bir nechta usuli mavjud. Shaxsan bu yangi ishonchli usul kerakli tashkilotga o'zingiz borib arizangizni topshirasiz va qabul qilinganligi haqida belgi qo'yishni talab qilasiz. Elektron tarzda MyGov.uz portali orqali bir qator xizmatlarni onlayn tarzda amalga oshirish mumkin. Agar sizda elektron raqamli imzo ERI bo'lsa, bu juda qulay. Pochta orqali, ba'zi holatlarda hujjatlarni pochta orqali ro'yxatdan o'tgan sat shaklida yuborish ham mumkin. Ammo bu usul ko'proq vaqt talab qiladi va kamroq qo'llaniladi. Shaxsan murojaat qilishni afzal biling. Qadam fach muddatlarni unutmaslik. Eng asosiysi muddatlarni aslo unutmang. Barcha yuqorida aytilgan harakatlarni aprel oyining oxirgi ish kunidan kechiktirmasdan bajarishingiz shart. Odatiy ish kunlari hafta oxirigacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun aprelning oxirgi kunlari dam olish kunlariga to'g'ri kelsa, undan oldingi ish kunlarida harakat qilishni rejalashtiring. Masalan, agar 30 aprel seshanba kuni bo'lsa, unga qadar barcha ishlarni bajarib qo'yishni rejalashtiring. Hurmatli nafaqaxo'rlar, bugun biz may oyidagi pensiyangizni muammosiz olish uchun aprel oxirigacha bajarishingiz kerak bo'lgan limata muhim vazifani atroflicha muhokama qildik. Esingizda tuting, bu vazifalarni o'z vaqtida bajarish sizning moliyaviy barqarorligingiz va iqtisod tirjamligingiz uchun juda muhimdir.
har bir holatda faol bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va rasmiy ma'lumot manbalaridan foydalanish zarur. Umid qilamanki bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizda qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa yoki shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelgan bo'lsangiz, tajribangiz bilan bo'lishing. Bu boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam berishi mumkin. Agar bu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shunga o'xshash muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashga motivatsiya beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.